Makinasi. İkincisi Honda'da. Bolasini mana berdi, Olmonidan, Olmonidan. Ham Honda'da 5 oylik. Ham Honda'da 5 oylik, ikkinchi bolasi, birinchisi Honda'da, ikkinchisi Honda'da. Narxi qanaqa aka buni? 45 nech pul aytyapsiz? Nech pul narx aytyapsiz? 55 million so'm narx aytayotgan ekanmiz. 45 million so'mga beramiz. Omonchalar bola ko'rinib turib, enasiga yetib olib qo'yishdilar. Uzunligi kameraga uzorasini yaptı. Bozorini bersanchalar, mirdondan like bosib qo'yasizlar, shunaqa chiqarish sigirlar chiqaveradi. Sizlardan faqatgina like. Navbatdagi aka xuddi shunaqasidanchalar, faqat ichi kattaroq variantichalar bolasini o'ylashtirgan. Qo'lida joyli. Ma'lumotlarni bilamiz. Nechta aka? Nechta? 10 ta. 10 litr ekan. Hamma yo'llar, kallalari joyida. Nechinchi bolasi? Bu qoz aka? Ikkinchisi bu, qonunda uchinchisi. Sog'lom narsa ekanchalar. Davom etamiz sizlar uchun shunaqa bolasi katta ham yangilardan chiqarib. Kelar navbatdagi bo'g'ozimiz. 2 oylik deyapti egasi. Ruvlari hamma yo'g'i joy-joyida. Kelar kallalari, bo'g'ozlari. Nechinchisiga do'st bo'g'oz? 3-inchisiga. Suti nechta? Suti bormi? 2 suti bor ekan. Kelar shivesi go'zal akalar. Narxi nech pul? 21,5 nech pul aytyapsiz o'zingiz? 25 million so'mdan qaytiryapsizlar, 1 million so'mga savdo qilishyapti o'quvchilarimiz. O'rgatamiz akalar, sizlarga shunaqa savdo bo'lganlar chiqarishdi. Aka nech pul bo'ldi? Akamiz Shopur ekan. Akalar, assalomu alaykum. Andijon viloyati Shaharxon Jo'ja Xoldonbek mol bozoridan. Akalar, sizlar bilan baraka narxlari aralash. Akalar har xil moldan tortib qo'y. Aka nech puldan bo'ldi bular? Nech puldan bo'ldi? 6 dan. Akalar, Xunojanchalar. Aka nech pul bo'ldi? 21 million bo'ldi. 54 mingdan taroziga qo'yamiz. 54 mingdan taroziga. 21,5 pul. Bosh. Aka, rahmat. Nech pul bo'ldi aka sigir? Nech puldan qaytdi? Chu. Akalar, Xunojancha ekan sigirimiz. Davom etamiz akalar, o'ta bardak bozorimiz. Qaroradi. 20 million 600. O'timiz akalar 20 million 600. Davom etamiz akalar. Aka nech pul bo'ldi novosi? 17 million so'm. Akalar, odam juda ko'p. Aka nech pul bo'ldi? 25 million so'm. Bolasini novosidan. Bu aka tarif bor. Aka nech pul bo'ldi? Aka semental nech pul bo'ldi? Sotilmadi. Bosh. Chu. Nech pul bo'ldi aka? 32 yetuk bo'g'oz akalar, 32 million so'm. Kelib turgan like bosib turasizlar, mehnatimizga yarasha. Aka nech pul bo'ldi? Bilinman deyapti. Shopur akam. Yetuk bo'g'oz akalar. Do'st nech pul bo'ldi? 4 million. 4 million. Qo'shqorchamiz 4 million akalar. Davom etamiz akalar. Aka novos nech pul bo'ldi? Nech puldan qaytdi aka? Nech puldan qaytdi? Sotmab kayfiyat yo'q aytmadi akamiz. Nech pul qilishdi aka? 21 million. Sog'lom narsa. Bosh. Aka nech pul bo'ldi? 35 million so'm jup akalar. Voy aka novos nech pul bo'pti? 93 million tutdi. 4tasi 93 million. Bu bittasida 4tasi endi yo'lda ekanchalar. Sizlar like bosib turasizlar akalar, bozor juda bardak. Bo'g'oz ekanchalar, bir oylik 12,5 sotilmadi 12,5 ga.
Akalar, bozor juda barda, kim nima qilayotganini o'zi bilmayapti. Davom etamiz biz akalar. Aka nechi puli bo'ldi bu? 20 million. Aka nechi puli bo'ldi? 21. Bo'g'ozimiz 20 million, nomusi 21 million so'm akalar. Aka nechi puli bo'ldi? 15. Qisirimiz 15 million so'm bo'ldi akalar. Aka nechi puldan bo'ldi bular? Sotilmadi 11. 11 dan. Oylar 11 million so'mdan sotilmoqda akalar. Davom etamiz. Aka nechi pul bo'ldi bu shvez? Chamiz ham aytmadi narxini, bilmasdan shekilli. Aka nechi pul bo'ldi bu? Nechi pul bo'ldi? 17. Bu qochani chiroqli akalar 17 million so'mga sotilibdi. 24. Nechi pul bo'ldi aka? Amma sho'pirlar akalar. Aka nechi pul bo'ldi ola? Bilmadim. Oyog'i og'riyapti shekilli buni. O'xshayapti-yu. Hamma yo'q bardak. Hamma yo'q bardak. Kelar navbatdagi 26 million so'mdan qaytib keldi. Novvochchani bo'ldi. Oldi oyoqlari og'riyapti shekilli, ancha o'xshayapti.